Qaysi mamlakat poytaxti Manila deb ataladi? Filippin, Indoneziya, Urugvay, Malayziya. Vaqt esa ketdi. Savolning javobi Filippin. Manila shahri Filippin orollarining poytaxti hisoblanadi. Quyidagi mamlakatlarning qaysi biri yadroviy qurollarga ega? Yaponiya, Pokiston, Janubiy Koreya, Germaniya. Vaqt esa ketdi. Bugungi kunda 9 ta mamlakat yadroviy qurollar doirasida, bu jumladan Pokiston ham o'z ixtiyori bilan yadroviy qurollarni ishlatishni rad etgan mamlakat bu Janubiy Afrika. Qaysi shahar bayrog'ida burgut tasvirlangan? Savolimizning variantlari Shvetsiya, Daniya, Albaniya, Turkmeniston. Vaqt esa ketdi. Oldindan va bugungi kungacha Albaniya shahrining bayrog'ida ikki boshli burgutning rasmi tasvirlangan edi. Qancha davlat BMTning a'zosi hisoblanadi? Bugungi kunda Birlashgan Millatlar Tashkilotiga 193 ta shahar a'zo bo'lgan. 30-fevralda Xitoydan nimani nishonlashadi? Xitoyning Yangi yillik kuni, mehnat kuni, to'g'ri javob yo'q va mustaqillik kuni. Vaqt esa ketdi. Do'stlar, bu savolga e'tibor bergan bo'lsangiz, bu chalg'ituvchi savol edi. 30-fevral kalendarda hech qachon bo'lmagan. Qaysi Yevropa mamlakati yoziluvchi bolakayning mamlakati hisoblanadi? Niderland oroli, Shveysariya, Belgiya va Fransiya. Vaqt esa ketdi. Savolning javobi esa Belgiya varianti edi. Biz esa keyingi savolga o'tamiz. Birlashgan Arab davlatining tashkilotining nomi nima? Savolning javobi LAG varianti. LAG yoki Arab ligasi 22 ta davlatni birlashtiradi. Siyosiy, iqtisodiy va harbiy sohalarda hamrohlik qiladi. Bir-biri bilan ziddiyat hududiga ega bo'lmagan davlatni tanlang. Ozarbayjon, Armeniya, Rossiya, Yaponiya, Germaniya, Fransiya, Indiya va Pokiston. Vaqt esa ketdi. Savolning javobiga kelsak, Germaniya va Fransiya o'rtasida hozirgacha hech qanday bahsli hudud yo'q. Qani do'stlar, menga eslatib qo'yingchi, Germaniya nechinchi yil birlashgan? GDR davlatining va FRG davlatining bir bo'lishi 1990-yilda sodir bo'lgan va Ikkinchi jahon urushida Germaniya fashistlari mag'lubiyatidan keyin ikkiga bo'lingan. Alcatraz deb nomlangan narsa bu Afrika mamlakati, AQShdagi davlat, Janubiy Osiyo raketasi va AQShdagi qamoqxona. Vaqt esa ketdi. Savolning javobiga kelsak, bu AQShdagi qamoqxona edi.
Alcatraz dunyodagi eng mashhur qamoqxona hisoblanadi va Kaliforniya shtatida joylashgan. Shuningdek, qamoqxonaning butun umri davomida 3 kishi qochib qutulishga muvaffaq bo'lgan. Keyinchalik esa 3 tadan 3 ta qochoq qo'lga olinmagan va ularning taqdirining dastlabki rivoji hali ham ma'lum emas. Biz bilan qoling. Podpiska va like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr do'stlar.